Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik pedagogik instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Tog'ayev Turdimuratman. Bugun biz sizlar bilan vektor tushunchasi, vektorlar ustida chiziqli amallar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, vektor tushunchasi, vektor kattalik, ya'ni miqdorlar vektor ko'rinishda tasvirlanadi. Miqdor demak kattalik ekan. Ta'rif: yo'nalgan kesma vektor deyiladi. Ya'ni yo'nalishga ega bo'lgan kesmani biz nima deymiz? Vektor deymiz. Boshlanish bosh nuqtasi A va oxirgi nuqtasi B bo'lgan vektor AB kabi yozish qabul qilingan. Yana mana yozishini ko'rishimiz mumkin. AB vektor. Mana shu AB vektor hisoblanadi. Demak, ba'zan vektorni bitta harf bilan A vektor yoki A vektor kabi belgilanadi. Demak, A va B vektorlar orasidagi masofa AB vektorning uzunligi deyiladi. Demak, AB vektorning uzunligi deganda biz A va B nuqtalar orasidagi masofani tushunishimiz kerak ekan. AB vektorning uzunligini uning moduli ham deb yuritiladi. Demak, AB vektorning modulini toping yo uzunligini toping degan jumlalar bir xil ma'noni berar ekan. Mana A va AB vektorning moduli yoki uzunligini topish mana shunaqa ko'rinishda belgilanadi. Boshi oxiri bilan ustma tushadigan vektorga nol vektor deyiladi. Ya'ni birorta nuqtadan iborat bo'lishi mumkin. Va nol mana belgilanishini ko'rishimiz mumkin nol vektorning. Demak, A vektor va AA vektorimiz 0 vektordir. Ya'ni boshi ham oxiri ham bitta nuqtada bo'lgan vektor 0 vektor deyilar ekan. 0 vektorning moduli 0 ga teng bo'lib, uning yo'nalishi aniq emas. Uni qayoqqa yo'nalganligini bilishimiz qiyin va uni uzunligi 0 ga teng ekan. BA va vektor AB vektorga qarama-qarshi vektor deyiladi. Ya'ni bunda BA vektor deganimizda boshi B da, oxiri A da bo'lganligi vektor bo'ladi. AB vektor bo'lganligi A boshi A nuqtada, oxiri B nuqtada bo'lgan vektorga aytiladi. A vektoriga qarama-qarshi vektor minus A vektor kabi belgilanadi. Uzunligi 1 ga teng vektor birlik vektor deyiladi va A vektorga mos, u bilan bir o'qda yotgan hamda bir xil yo'nalishga ega birlik vektor A vektor belgilanadi. Xo'p, ikkinchi ta'rif: bitta to'g'ri chiziqda yoki parallel to'g'ri chiziqlarda yotuvchi vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Demak, bitta to'g'ri chiziqda yoki parallel to'g'ri chiziqda yotuvchi vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin kollinear vektorlar. Mana A vektorga B vektori parallel vektor, A vektor to'g'ri chiziqda B vektor ikkalasi parallel, A to'g'ri vektorga B vektor teng ekan ikkalasi. Mana shunaqa, mana bu ikkalasi esa qarama-qarshi vektorlar hisoblanadi. Uchinchi ta'rif: bitta tekislikda yoki parallel tekislikda yotuvchi vektorlar komplanar vektorlar deb ataladi. Bitta tekislikda yoki parallel tekisliklarda mana bu yerdan bitta tekislik oladigan bo'lsak va mana bu yerdan bitta tekislik olsak, ikkalasida yotuvchi vektorlar komplanar vektorlar deyilar ekan. To'rtinchi ta'rif: kollinear A va B vektorlar bir xil yo'nalgan hamda bir xil uzunlikka ega bo'lsa, teng deyiladi. Ya'ni mana 6-chi B rasmda ko'rsatilganki, mana bir tomonga yo'nalgan A va B vektorlar bir-biriga teng, ikkala qarama-qarshi tomonga yo'nalgan vektorlar qarama-qarshi vektorlar deyiladi. Ta'rifga binoan berilgan vektorlarni o'z-o'ziga parallel ko'chirish natijasida unga teng vektor hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda, vektorning uzunligi va yo'nalishini o'zgarmagan holda uni farzoning bir nuqtasidan boshqa nuqtasiga ko'chirish mumkin ekan. Bunday vektorlar erkin vektorlar deyiladi. Biz faqatgina erkin vektorlar bilan ish ko'ramiz. Demak, birorta vektorni fazoda bitta nuqtadan boshqa nuqtaga olishimiz mumkin ekan. Demak, bunda uning qiymati nima qilar ekan? O'zgarmagan holatda qolar ekan. Demak, vektorlar ustida chiziqli amallar. Matematikada vektor tushunchasi son tushunchasiga nisbatan kengroq tushunchadir. Demak, sonlar ustida bajariladigan barcha amallar vektorlar ustida bajarilib bo'lmaydi. Chunki masalan, ko'paytirish, bo'lish, darajaga ko'tarish, ildiz chiqarish kabi amallar vektor ustida bajarish mumkin emas. Misol uchun, birorta A, B vektorini darajaga ko'tara olmaymiz-ku. Vektorlar ustida chiziqli amallarda vektorlarni qo'shish, ayirish hamda vektorlarni songa ko'paytirish amallari aytiladi. Demak, vektorlarni qo'shish haqida gaplashamiz. 0 dan farqli ikkita A va B vektorlarni olamiz. Ixtiyoriy 0 nuqtani olib, OA, ya'ni A vektorini yasaymiz. So'ngra A nuqtaga AB, B vektorini qo'yamiz. Ikkita A va B vektorlarning yig'indisi A vektor plus B vektor deb birinchi qo'shiluvchi A vektorning boshini, ikkinchi qo'shiluvchi esa B vektorning oxiri bilan tutashtiruvchi AB vektorga aytiladi. Hozir vektorlarni bunday qo'shish usuli uchburchak usuli deyiladi. Mana bizga rasmda ko'rinib turgan qo'shish usuli. Mana A vektor, B vektor berildi va ikkalasini tutashtirdik. Mana A va plus B vektorining yig'indisi hosil bo'ldi.
Mana bu yerda rasmlarni ko'rishimiz mumkin. 3 ta deyapti. A, B, V va S vektorlarning yig'indisi mana bunaqa ko'rinishda deb qo'shiluvchilarning vektor oxiriga ikkinchi qo'shiluvchi B vektorining boshini qo'yib, so'ngra qo'shiluvchi vektorning oxiriga uchinchi S qo'shiluvchi vektorning boshini qo'yishimizdan natijasida hosil bo'lgan vektorga aytiladi. Vektorlarning bu xilda qo'shiluvchilar soni har qanday bo'lganda ham yuqoridir. Endi vektorlarni qo'shishning boshqa bir so'z bilan tanishamiz. Ya'ni A vektor berilgan bo'lsin, A vektor berilgan va OS B vektorlarining yig'indisini topish uchun bu vektorlarni umumiy nuqtada joylashtirib, OABS parallelogram yasaymiz. Ya'ni birorta parallelogram yasab oldik. Mana biz mana bu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi parallelogram yasab oldik. Xo'p. Ana endi parallelogram O uchidan o'tkazilgan diagonal AB vektor A va B vektorlarning yig'indisini ifodalaydi. Vektorlar bunday qo'shilib parallelogram usuli deyiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. OA ga O'sini qo'shsak mana hosil bo'lyapti. Vektorlarni ayirish A va B vektorlarning ayirmasi deb B vektor bilan yig'indisi A vektorini beradigan S vektoriga aytiladi. Demak, A vektor minus B vektor ayirmani topish uchun A vektor bilan B vektoriga qarama-qarshi minus B vektorining yig'indisini topish lozim ekan. Demak, OA A vektor va OS B vektorlarning ayirmasini topish uchun bu vektorlarni umumiy nuqtada joylashtirib, yasalgan OABS parallelogrammi S uchidan o'tkazilgan diagonali SA vektorini topish lozim. Ayirma vektorda yo'nalish ayriluvchidan yamayuvchini topish degandir. Demak, mana bizga mana bu yerda ayirmani keltirib chiqargan. Mana OA A vektor va OS B vektorlarining ayirmasi mana bu yerda AC, ya'ni A minus B vektoriga teng ekan. Vektorni songa ko'paytirish. 0 dan farqli A vektorining, ya'ni m songa ko'paytmasi deb A vektoriga kalinar uzunligi m, ya'ni m sonning uzunligi va A vektorining uzunligi teng bo'lganda A vektor bilan bir xil yo'nalgan, ya'ni m 0 dan kichkina bo'lganda esa unga qarama-qarshi yo'nalgan hamda m bilan belgilangan vektorga aytiladi. Mana A vektori berilyapti, 3A vektor bo'lyapti, -2, ya'ni 3 ga ko'paytirilib, -2A ni demak qarama-qarshi, ya'ni manfiy bo'lganda qarama-qarshisiga ketar ekan. Istalgan A vektorning uning uzunligi A bilan unga mos birlik vektorni ko'paytma shakli tasvirlash mumkin. Ya'ni birlik vektorni ko'paytirganimizda uning qiymati o'zgarmagan holatda qolishini ko'rishimiz mumkin. A va B kalinar vektorlar uchun shunday yagona lambda son mavjud bo'lib, A vektor lambda B tenglik o'rinli bo'ladi. Ya'ni kalinar bo'lgandagina. Haqiqatan ham A vektorning uzunligi mana ko'rishingiz mumkinki, birlik vektoriga ko'paytirib, uning qiymati o'zgarmaydi. B vektorni ham uzunligiga B vektorining birlik vektorini ko'paytirsak, uning qiymati o'zgarmagan holatda qolyapti. Demak, vektorlar ustida chiziqlamalar quyidagi xossalarga ega. Mana birinchi xossasi, demak, asosiy xossasidan ko'ra A vektorga B vektorini qo'shsak, B vektor A vektorini qo'shsak ham qiymati o'zgarmagan holatda qoladi ekan. Demak, astrotudlik va mana yerda birorta m o'zgarmas songa ikkita vektor yig'indisini ko'paytirsak, har bittasiga ko'paytirib yig'indisi va 0 vektorni birorta A vektori qo'shsak, A vektorining o'zi hosil bo'lishi, ikkita qarama-qarshi vektorlarni qo'shganimizda 0 vektor hosil bo'lishi, birorta A vektorni 1 ga ko'paytirganimizda bir soniga A vektor hosil bo'lishi va ikkita sonning yig'indisini birorta vektorga ko'paytirsak, demak m A vektor plus n A vektor, ya'ni ikkita vektorning ikkita ozod songa ham ko'paytmasi, ikkita ozod sonning ko'paytmasini birorta vektorga A vektorga ko'paytirmoqchi bo'lsak, ularni joyini almashtirganimiz bilan qiymati o'zgarmasligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda bizga o'sha chizmalar bilan keltirilgan holati ko'rsatilgan. Demak, bugun biz sizlar bilan vektorlar ustida chiziqlamalar, vektorlarni ko'paytirish va qo'shish ayirishlarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.